U turklarga o'xshab hammaga o'zi tillab qo'yasiz. Bo'lajak qaynonam turk edi-da, mana Fotiha to'yimga podarka qilganda, ammo Yo'q. Fotihamiz buzilib ketgandi. Podarka qilishganu qaytarib olishmaganiga hayronman-da. Bu Shuncha- pullaga umuman tushunmayman-da. Va probalarni o'zingiz ko'rib bersangiz yaxshi bo'lardi. Shuncha tillarni qaytarib olishmadimi? Yo'q, ularda urf-odat shunaqa bo'lsa kerak-da. Nega? Keyinchalik qaytarib olishmasa agar. Lekin sirasi tegib olganingiz yaxshiroq, lekin qarang shuncha tilla bergan. Hali to'y bo'lmasidan, to'y bo'lsa qancha tilla beradi? Ko'm tashirganda. Qarang. Xo'p, mamlaringiz 750 prob ekan. Bunisi ham 750 prob ekan. Bu gratsilli. Bu 14 karat 585. Bunisi ham 585. Hamisi ham 750 prob ekan. Qancha bo'ladi shunda? Hozir men sizga alohida hisoblab beraman. 750 probalaringiz 69.48 chiqyapti. Bularning o'zi ancha pul bo'lib qoladi lekin o'sha. 97 million 966 ming so'm bo'lyapti. 98 million tekis qilib bera olaman buningizga. Oho. Salkam 100 million chiqyapti yarmi. Agar to'yingiz bo'lganda bilmadim, siz tilga ko'm tashirganda. Xo'p, 585 endi hisoblaymiz. Bugungi kunda 585 laringizni bu ham firmenniy bo'lgani uchun men sizga grammini 1 million 100 dan qilib beraman. 35 va 53 chiqyapti. 1 million 100 dan bo'lganda 39 million 83 ming chiqyapti. Tekis 40 million qilib beraman-da. Shunda 98 million plus 98 million plus 40 million bo'lsa, общий summa 138 million bo'ldi. Nimaga tegmaydi o'zi? Wow. U xarakteri to'g'ri kelmadi-da, slishkam rashkchi. Yo'q, lekin qarang, sizga salkam 140 millionlik narsa beryapti-da. 138 million sizga to'g'ri keladimi? Ha, zo'r narx. Bo'ldi, hozir men sizga plusini beraman. Bo'pti. Mana bu yerda 100 million. Bu yerda 30 million. Mana bu yerda 8 million, 138 million bo'ldi. Barakasini bersin. Ani turk fikridan qaytib qolmasdan, sizlar topib tegib oling. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.